Men kuchli bir duoga duch keldim. Ey Allohim, agar hayotimda sen rozi bo'lmaydigan amallarim yoki meni sendan asta-sekinlik bilan uzoqlashtiruvchi insonlar bo'lsa, ularni qalbimdan chiqarib tashlagin. O'sha amallarga va do'stliklarga bo'lgan qiziqishim yo'qolsin. Ammo agar meni senga yaqinlashtiruvchi amallar, seni eslatuvchi insonlar bo'lsa, qalbimni ularga nisbatan isitgin. Amin. Ushbu duo inson hayotidagi eng muhim narsa, muhit va odat ekanligini eslatadi. Atrofingizni saralang. Ba'zan bizni muvaffaqiyatdan yoki xotirjamlikdan to'sib turgan narsa bu bizning noto'g'ri odatlarimiz yoki energiyamizni so'ruvchi insonlardir. Ulardan voz kechish qiyin bo'lishi mumkin, lekin bu sizning o'sishingiz uchun zarur. Qalb xotirjamligi sizni yaxshilikka chorlaydigan, ilmga qiziqtiradigan va ma'naviyatingizni yuksaltiradigan insonlar bilan birga bo'lish hayotdagi eng katta ne'matdir. O'zgarishdan qo'rqmang. Agar biror narsa sizga zarar berayotganini his qilsangiz, uni qo'yib yuborishga kuch toping. Siz bir eshikni yopsangiz, albatta yaxshirog'i ochiladi. Ushbu duoni har kuni takrorlang. Qaytaraman. Ey Allohim, agar hayotimda sen rozi bo'lmaydigan amallarim yoki meni sendan asta-sekinlik bilan uzoqlashtiruvchi insonlar bo'lsa, ularni qalbimdan chiqarib tashlagin. O'sha amallarga va do'stlikka bo'lgan qiziqishim yo'qolsin. Ammo agar meni senga yaqinlashtiruvchi amallar, seni eslatuvchi insonlar bo'lsa, qalbimni ularga nisbatan isitgin. Amin. Agar ushbu videoroligim sizga yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmasini yoqishni unutmang va yaqinlaringiz bilan ulashing. Meni Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Juda ko'plab texnika va darsliklar Telegram kanalimda mavjud. Linkini esa opisiyadan topishingiz mumkin. Agar topolmasangiz, ekranda ko'rsatilgan telefon raqamlariga Telegram orqali murojaat qiling.